Aka bank biznesni rivojlantirish bo'yicha biznesga birinchi qadam kredit mahsulotlarimiz bor. Sizniki qaysi yotoqxona? Nima bo'yicha keldingiz? Hozir bu xonada turibsiz. Olyapsan? Qaysi mahalladan? Hamza. Kim qiziq? Kamolmi? Jamol. Jamol degan yo'q, banki. Mahalla banki. Kamol. Kamoldan. O'qib qoldim hujjatlaringiz? Nima kamchilik bor? To'liqsi. Ha, o'g'lingiz hozir navbatga keldi, to'g'rimi hozir? Bugun chiqib qolib beradi, xudo xohlasa agar bo'lsa. Siznikichi? Kecha ham keldingiz, sizlar ishmisizlar? Bo'lib qoldim sizga? Muammo yo'qmi? Sizda ham muammo yo'qmi? Siznikichi? Sizda kirit olyapsizmi yo boshqa joyda? Qaysi yo'nalish bo'yicha? Bog'cha. 100 million. Kim xizmat ko'rsatyapti sizga? Ha, nariyoq burchakda. Bo'lib qoldimi hujjatingiz? Muammo yo'q? Bo'lsa kelaverasiz nariyoq xonadan. Masalasini ko'rib beramiz, kelganamiz. Siznikichi aka? Fermerimiz. Kredit olyapsizmi? Hujjatlaringiz tayyor bo'lib qoldimi? Muammo yo'q, bolalar qiynalyapti. Sarson aka bor, bu yoqqa bor, hujjat olib kelib. Sarson mas'ul bo'lgan. To'g'ri, endi hujjatsiz berilmaydi, baribir sabr qilsa, baribir 4ta 5ta baribir hujjati bilan hujjatsiz bermaydi. Shunga sabr qanoat qilsangiz chiqarib beramiz, masala emas. Faqat sizlar kreditni vaqtida to'lab, insonlar vaqt bersalaring, Alloh barakasini bersin. Ish qilaveradi. Masala yo'q. Bo'lsa eshigimiz ochiq, kiraveramiz. Kelaveramiz. Mayli? Rahmat. Hozir.